yangi Navastroy lifti ham bor. Ularda keldik, ichkari uyni obzor qilamiz nasib bo'lsa. Hozirda eng kamida 1 kvadrati $1000 turadi. Eng kamida uylik uyni topsangiz agar zaxirajisi $1000 turadi. Men sizga zo'r taklif beryapman. 95 kvadratlik Novastroyka balkonlarigacha bor. Короче, narxi 85 ming. 95 kvadrat $1000 dan kam. Короче, 3 ta xona plus mana shu katta holi ham ichida. Dizaynchani yorvoration qilgan. Mana shu birinchi hol, zaldan boshlayman. Короче, bismillah, hammalaringizga kamida mana shunaqangi baland uylar nasib qilsin. Mana shu zal bo'ladi. Vaqti men televizor zonani dahshat qilgan. Rangchasiga gap bilish mumkin emas. Har bitta xonasiga trezasi bor, konturni katyol, pardani qarang, patologdan tushib kelishi vaqti dahshat. Ana endi zal, mana bu holni o'zi bitta xonaga kiradi. Bu 3 ta xona, 4-inchisi mana bu yana bitta xona desangiz ham bo'ladi. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani birinchi ko'rsatamiz. Kattalar uchun yotoqxona gap bilish mumkin emas. Har bitta xonani alohida o'ziga yarasha temasi, nimasi bor. Ana sochga ham sal qaramapmizda. Termozona, do'spanli divan, mana shu garderob shkofi, televizor zona, bu xonasiga ham trezasi bor. Legendarni Qizil dom. Hamma biladi, ana shu Qizil domni yonidagi vokzal Uzgazo'l oq dom. Hozir men montajdan qo'yib ketaman, xudo xolasa. Tashqari taraf eshikdan kiraverish, yeromontaj qilingan. O'ng qo'limizda kattalar uchun yotoqxona, to'g'rimizda bolalarimiz uchun yotoqxona, ikkita divancha, короче, garderob shkof, remontiga gap bilish mumkin emas. Hol bo'lyapti, zal bo'lyapti. Bu xonani yoqqan tarafi alohida mana shu dushovoy. Bu yerga vanna, smesitel zo'r qilgan. Bu esa alohida unitas. Kamroq mana shu yerga ish qolgan ekan, qilib berar ekan, xudo xolasa. Mana shu esa kuxunni bemalol juda ham katta. Mana bu yerga uголок katta qo'ysa ham bo'ladi. Hamma mebel texnikani tiqib yuborishgan, lekin gaz plita mana vitishkasini qo'yib beramiz dedilar, ulgurmagan ekanlar. Smesitilni qo'yib beradilar. Mana krivish mashinasi, xolodilnik, mana shu yerda konturni katyol turibdi. Plus mana shu balkon. Mana bu Uzgazo'l zapravka, mana. Uzgazo'l zapravkaning siraza orqasida mana bu vokzalni ketish yo'li, vokzal ketish yo'li. Asha gap bo'lishi mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 85 ming. 95 kvadrat, narxi 85 ming. Puliga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar.